Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, juma namozida militsiya xodimi tashqarida turadi, qo'riqlab, namoz o'qimaydi. Savol: sahobalar davrida bunday holat bo'lganmi? Ya'ni boshqalar namoz o'qiguncha qo'riqlab turish, urush vaqtidami debdilar. Agar namoz o'qiyotganini man qilib qo'riqlab turishni so'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'qimaysan namoz deb, boshida shunaqa kaltak ko'tarib turish. Albatta bo'lgan bu. Mana Abu Jahl Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytar edi, agar Muhammad Ka'bani oldida sajda qilib o'tirganini ko'rsam, bo'ynidan bosaman derdi. Ana shunda Alloh oyat tushirdi. Aroaytallazi yanha abdan idza salla. Bir banda namoz o'qiyotganda bu qaytarayotgan odamni ko'rmaysizmi dedi. Va Iqro surasini o'qing, mana tafsirida gapirganmiz buni. Shuning uchun albatta bu namozdan man qilish qadimdan bo'lgan bu kofir zolimlarda. Agar savolingizdan maqsad bir kishi namoz o'qiyotganda boshqa kishi uni qo'riqlab turishligi joizmi, namoz o'qimay jamoatga qo'shilmaydi desangiz, bu xavf vaqtida, xavf namozi deyiladi. Buni hamma kayfiyatini Abu Dovud sunanining sharhida va boshqa sunanlarda sharhlab berdik. Bir toifa namoz o'qiydi, boshqa toifa qo'riqlab turadi, lekin u xavf, ya'ni dushman bor, dushman bosib kelishi mumkin. O'shaning uchun shunday qilingan. Bu yerda hozir kim masjidga dushman bosib kelyapti? Militsiya tashqarida qo'riqlab turish kerak bo'lsa, u musulmonlarni qo'riqlab turmaydi u. Musulmonlardan o'zini kattakonlarini qo'riqlab turadi, shu masjiddan bir balo chiqmasin deb. Shuning uchun hech qachon bu sahobalarning davridagi xavf namozi kayfiyatiga tushmaydi bu narsa, ya'ni. Bu ochiqchasiga zulm, odamlarni qo'rqitish, yoshlarda ayniqsa. O'shanaqangi militsiyalarni borib bir buzuqxonada topmaysiz odatda. O'zlari bilan kelishib olib ish qiladi o'shalar bilan. Aroqxonalarda, tun klublarda topmaysiz, kelishib olib ish qilishadi. Lekin Allohning uyiga kelaman degan odamlarning ko'zini qo'rqitib mana shunda o'tiradi shunaqa qilib ular. Har xil sahobalar davrida bo'ladi bunaqangi hodisa. Allohu alam.